Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hamkasblar, aka-uka, opa-singillar, hamma zo'rmi? Hammalaring Hayit ayyomi bilan tabriklaymiz. Mana Xudo xolasa biz Chuvalchang firmamiz da ishlar ketyapti, Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Joylarda qilganmiz, ko'nglarda solganmiz. Mana shu tasvirda ko'rib turgan chap tomoningizdagi ikkita reaktorda Chuvalchang bor, Xudo xolasa qolgan bu ikkitasida yo'q. 3tasida yo'q. Endi bu tarafdagi ikkita reaktordagi Chuvalchangni bu 3ta reaktorga ko'chirishimiz kerak. Netga ko'chirish uchun zaxiraga o'rnatib qo'yganmiz. Xudo xohlasa mana bu yilgi bahorga mahsulotlarimizni sotib bo'ldik. Xudo xohlasa bir kilo ham beg'amimiz qolmadi. Ishlar qizg'in ketyapti, Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Manetdan bir hovuz qilyapmiz. Ishlarimiz ozgina to'xtab qoldi. Xolasa ertadan yana davom ettiramiz. Mana shu tasvirda ko'rib turganingiz biz Chuvalchang plantasiya. Siz azizlarga qilayotgan hovuzimni ko'rsataman. Aksariyat qismi bo'lib qoldi, Xudo xolasa. Endi atrofini betonlashtirsak bo'lib qoladi, Xudo xolasa. Yaqin kunlarda hovuzimiz ham bitadi, Xudo xolasa. Shu yerdan bittarakt noqildik. Mana hovuzimiz. Baqirmay. Mana hovuzimiz. Endi atrofiga betonlashtirib olsak, Xudo xolasa yaxshi bo'lar. Mana qumshag'allarni olib qo'yamiz. Endi blok bilan sement top kelib bir sira sharoitlarni qo'ysak yaxshi bo'lar, Xudo xolasa.